Buyraklar sintapiyasi. Sintapiya deganda bir organning boshqa organlarga nisbatan joylashuvini ko'ramiz. Dastlab o'ng buyrakning sintapiyasi haqida gaplashamiz. O'ng buyrakni oldi tarafdan 6 ta tuzilma tegib turadi. Birinchisi uning yuqorgi qismida joylashgan buyrak usti bezi glandula suprarenalis joylashgan bo'ladi va jigarning ham bir qismi o'ng tarafda joylashganligi uchun buyrakka tegib turadi. Uchinchi tuzilmamiz esa oshqozonning davomi bo'lgan duodenum 12 barmoqli ichak medial tarafdan tegib turibdi va duodenumning davomi bo'lgan yeyunum pastki tarafdan o'z izini qoldiradi buyrakda. Hamda yog'on ichakning o'ng tarafda yuqoriga ko'tariluvchi qismi joylashgan, u burilgan sohasi ham buyrakda o'z izini qoldiradi hamda ko'ndalang yog'on ichak mezokolning birikish qismi ham o'z izini qoldiryapti. Endi ushbu tuzilmalarni ko'radigan bo'lsak, bizda bu buyrak berilgan loviyasimon o'ng tarafda. Unda nimalar joylashgan? Yuqori qismda joylashgan glandula suprarenalis, ya'ni buyrak usti bezining bir qismi joylashyapti. Pastki tarafdan yog'on ichakning burilgan sohasi. Duodenum ham medial tarafdan o'z izini qoldiryapti. Biz aytdik, jigar joylashgan dedik. Jigar ham bu bir qismi buyrakka tegib turadi. Hamda duodenumning davomi bo'lgan yeyunum och ichak ham bu yerda berilmagan, bir qismi duodenumga tegib turadi. Hamda 6-chi tuzilmamiz bor edi bizda, ya'ni ko'ndalang yog'on ichakning mezokoloni birikish qismi ham mana o'sha yerda joylashgan. Endi mnemonikaga o'tamiz. Juda sodda bizga eslab qolishga yordam beradi. Ushbu rasm oddiy Gulnoza hamshira dorini jarohatga faqat retsept bilan surtadi. Oddiygina gap. Bu ayolning ismi Gulnoza hamshira ekan. Qo'yayotgan narsasi dori, jarohat berilgan. Faqatgina qo'lda mana retsept turibdi. Dorini retsept bilan surtadi. Endi ushbu gapni bitta tasavvur qilib olamiz. Ya'ni Gulnoza hamshira dorini jarohatga faqat retsept bilan surtadi. Endi bu yerda Gulnoza G harfiga glandula suprarenalis, ya'ni buyrak usti bezi, hamshira hepar jigar, dori duodenum, jarohat yeyunum, faqat flexura colica dextra, retsept bo'ladigan bo'lsa radix mezocoli transversi bo'ladi. Bu mnemonika nega ishlatilyapti? Bizning miyamiz yangi o'rganayotgan narsasini oldingi bilgan narsasiga bog'lab o'rgansa juda tez eslab qoladi. Davom etamiz. Endi chap buyrakning oldi tarafdan ko'rinishi, unda 7 ta tuzilma joylashgan bo'ladi. Bunda ham glandula suprarenalis, buyrak usti bezi, oshqozon, endi bu chap tarafda joylashganligi uchun oshqozon ham o'z izini qoldiradi va oshqozonning ostida joylashgan oshqozon osti bezi hamda eng pastki sohasida bunda ham yeyunum o'z izini qoldiryapti. Uning yuqori qismida xuddi o'ng buyrakka o'xshab yog'on ichakning chap bukilish qismi flexura colica sinistra joylashadi va chap tarafda taloq joylashganligi uchun lateral tarafdan taloqni ko'rishimiz mumkin bo'ladi, izini qoldirayotgan. Endi buni ko'ndalang kesimdagilarni ko'ramiz. Mana taloq tegib turibdi. Oshqozon osti bezi, mana oshqozon hozir ko'ndalang kesimda ko'rilgan va oldi tarafdan ko'rishimiz mumkin. Duodenumning davomi bor, yeyunum tegib turadi. Mana bizda chap buyragimiz. Chap ko'ndalang ichakning burilish qismi ham tegib turibdi. Mana oshqozon osti bezi, oshqozon olib tashlangani uchun ko'rilmagan. Endi u uchun ham mnemonika bor. Oddiygina rasm. Mana guldonda gul turibdi, patnisda jo'ja, lag'mon, fanta va rediska turibdi. Endi buni bitta tasavvur qilib olamiz. Mana oldimizda stol ustida guldonda gul turibdi, patnisda jo'ja, lag'mon, fanta, rediska. Endi o'sha so'zlarni mnemonika qilib bog'laymiz. U qanaqa bo'ladi? Guldonda glandula suprarenalis, gul bu gaster oshqozon, patnisda oshqozon osti bezi pankreas, jo'ja yeyunum, jejunum emas, yeyunum deb o'qiladi. Lag'mon lien, ya'ni taloq, fanta f harf flexura colica sinistra, rediska esa radix mezocoli transversi bo'ladi. Va oxirgi tuzilmamiz, bunga mnemonika shart emas. 3 ta muskul, bitta diafragma joylashgan bo'ladi. Ikkala buyrakning orqa tarafdan qoplab olgan tuzilma. Bular nima? Diafragma, musculus psoas major, musculus quadratus lumborum, musculus transversum abdominis. Bularning 3 ta mushak bo'lganligi uchun, oldin o'rganganligimiz uchun bunga mnemonika shart emas. Bular qaysilar? Musculus psoas major, musculus quadratus lumborum hamda musculus transversus abdominis atrofida joylashgan. Diafragmani
biz orqa tarafdan ko'ramiz. Bu yerda ko'rsatilmagan.